Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Shahrizoda. Men Muhinur. Mening ismim Jo'rabek. Mening ismim Malika. Mening ismim Zarnigor. Mening ismim Marjona. Registon o'quv markazi Qarshi filialida 3 oy davomida tayyorlanib, Sefir imtihonidan bituv sertifikatini qo'lga kiritdim. Registon o'quv markazi Qarshi filialida 3 oy mobaynida o'qib, Sefirdan bituv natijani qo'lga kiritdim. Registon o'quv markazi Qarshi filialida 3 oy mobaynida tayyorgarlik ko'rib, ingliz tilidan bituv sertifikatga erishdim. Men yaqinda Sefir imtihonidan bituv darajasini qo'lga kiritdim. Men yaqinda Sefir imtihonidan bituv darajasini qo'lga kiritdim. Va men yaqinda Sefir imtihonidan bituv darajani qo'lga kiritdim. Tayyorgarlik davomida eng qiynalgan qismim bu reading edi, lekin Abbos ustozimning to'g'ri yo'naltirishi va doimiy nazorat orqali bu skillim ancha yaxshilandi. Speaking bo'yicha esa Sevara ustozimning alohida yordami va qo'llab-quvvatlash orqali o'zimga bo'lgan ishonchimni yanada oshirdim. Qisqa vaqt ichida bu natijaga erishish oson bo'lmadi. O'z ustimda tinimsiz izlanishlar hamda birinchi o'rinda ustozim Abbos teacher va support teacherlarim bu natijaga erishimga kattadan katta hissalar qo'shishdi. Qisqa muddat ichida bituv sertifikatini olish oson bo'lmadi albatta va bu uzoq mehnat, sabr va qat'iyat talab qildi. Eng ko'p qiynalgan qismim bu reading edi, lekin bir necha oylik uyqusiz tunlar va mashqlar orqali men bu skilldan eng yaxshi natijani oldim. Va mening ustozlarim, ya'ni Abbos Muhammadqulov va Sevara Saidova mehnatlari va yordamlari menga katta yordam berdi. Eng ko'p qiynalgan skillarim reading va listening edi. Ayniqsa listening qismida ancha qiyinchiliklarni boshdan kechirganman. Hamda ustozlarim Abbos Muhammadqulov hamda Sevara Saidovaning yordami bilan shu natijani qo'lga kiritdim. Rostini aytish kerak, dastlab listening qismidan biroz qiynaldim, ammo mashaqqatli mehnat va doimiy mashqlar o'z samarasini berdi va aynan Sefir imtihonida listening qismidan eng yuqori ballni qo'lga kiritdim. Agar siz ham qaysidir skillda qiynalayotgan bo'lsangiz, izlanishdan to'xtamang. To'g'ri ustoz va mehnat bilan albatta natijaga erishasiz. Shu yo'lda menga imkoniyat yaratib bergan Registon o'quv markaziga va oila a'zolarimga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ustozlarimga shu bilan bir qatorda Registon o'quv markaziga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bu natijani qo'lga kiritishimda yaqindan yordam bergan ustozim Abbos Muhammadqulov va Registon o'quv markazi jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Menga imkoniyat yaratgan Registon o'quv markazi va ota-onamga kattadan katta rahmat aytaman. Avvalambor meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan oila a'zolarimga hamda Registon jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bunday natijaga erishishimga avvalambor ota-onamga va Registon o'quv markaziga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman.